O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Temur Kapadze 2025-yil yakunlariga ko'ra dunyo miqyosidagi eng kuchli milliy terma jamoa murabbiylari orasida 8-o'rinni egalladi. Xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi tomonidan e'lon qilingan reytingda Kapadze 10 ochko to'pladi va bu ko'rsatkich bilan Kolumbiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenzo bilan bir xil natija qayd etdi. Mazkur reytingda dunyo futbolida katta nom qozongan murabbiylar jamlangan. Birinchi o'rinni Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente egalladi. Uning jamoasi so'nggi mavsumda barqaror o'yin namoyish etib, xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarga erishgan. Ikkinchi o'rindan Portugaliya milliy jamoasi ustozi Roberto Martinez joy olgan bo'lsa, uchinchi pog'onadan Argentina terma jamoasi murabbiyi Lionel Scaloni o'rin egalladi. Shuningdek, kuchli o'nlikdan Norvegiya, Angliya, Fransiya, Marokash va Meksika milliy jamoalari bosh murabbiylari ham joy olgan. Statistikaga e'tibor qaratsak, Temur Kapadze qisqa vaqt ichida o'zini xalqaro miqyosda tanita olgan mutaxassis sifatida baholanmoqda. U rahbarlik qilgan jamoalar intizomli o'yini, taktik tayyorgarligi va musobaqalardagi barqaror natijalari bilan ajralib turgan. 10 ochko bilan dunyo reytingining birinchi o'nligiga kirish Kapadze uchun shaxsiy faoliyatida muhim yutuq hisoblanadi. Avvalroq Temur Kapadzening Indoneziyada ko'rinish bergani ortidan uning ushbu mamlakat milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatida o'tish mumkinligi haqida turli mish-mishlar tarqalgandi. Bu xabarlar futbol jamoatchiligida katta qiziqish uyg'otgan. Ammo ortiqcha taxminlarga chek qo'yildi. Ko'p o'tmay Namanganning Navbahor klubi Temur Kapadzeni jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida rasman e'lon qildi. Shu tariqa dunyo reytingining kuchli o'nligiga kirgan o'zbekistonlik murabbiy faoliyatini mahalliy klub miqyosida davom ettirmoqda. Bu esa nafaqat Navbahor, balki umumiy o'zbek futboli uchun ham muhim voqea sifatida qaralmoqda. Turkiya Superligasida dekabr oyining eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun nomzodlar ro'yxati e'lon qilindi. Quvonarlisi, mazkur ro'yxatdan O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilaridan biri va Istanbul Başakşehir hujumchisi Eldor Shomurodov ham o'rin olgan. Bu holat o'zbek futboli uchun xalqaro miqyosdagi navbatdagi e'tirof sifatida baholanmoqda. Yakunlanayotgan dekabr oyi davomida Eldor Shomurodov klub safida barqaror o'yin namoyish etdi. Ushbu vaqt ichida hujumchi 2 gol urdi va 2 golli uzatma muallifi bo'ldi. Statistikaga ko'ra, Shomurodov jamoasining bir nechta muhim ochkolarini qo'lga kiritishda bevosita ishtirok etgan. Uning maydondagi faolligi, harakatchanligi va jamoaviy o'yinga qo'shayotgan hissasi mutaxassislar tomonidan ham ijobiy baholanmoqda. Dekabr oyining eng yaxshi futbolchisi unvoni uchun juda kuchli nomzodlar kurash olib bormoqda. Ro'yxatga Vatslav Cherny, Ernest Mochi, Viktor Osimhen, Marco Asensio, Milan Skriniar, Orkun Kyokchu, Davinson Sanchez, Pesti Eboseli hamda darvozabon Andrey Onana kabi Yevropa va jahon futbolida nom qozongan futbolchilar kiritilgan. Bu esa raqobat nihoyatda yuqori ekanidan dalolat beradi. Muhim jihat shundaki, g'olib futbol mutaxassislar yoki jurnalistlar tomonidan emas, balki to'g'ridan-to'g'ri muxlislarning ovoz berishi orqali aniqlanadi. Demak, Eldor Shomurodovning bu sovrinni qo'lga kiritishi ko'p jihatdan uni qo'llab-quvvatlayotgan muxlislar faolligiga bog'liq bo'ladi. Umuman olganda, Shomurodovning Turkiya Superligasida oyning eng yaxshi futbolchisi nomiga da'vogarlar qatorida bo'lishi uning joriy mavsumdagi barqaror formasi va xalqaro maydonda o'sib borayotgan nufuzidan dalolat beradi. Bu esa nafaqat futbolchining o'zi, balki butun O'zbekiston futboli uchun ham muhim yutuq hisoblanadi.